qiz bola ota bilan onani o'rtasida do'zaxda parda bo'lar ekan. Ota bilan onani gunohi ko'pligidan, qabohati ko'pligidan do'zaxga hukm qilinsa, do'zaxga ketayotganda o'sha qiz farzand do'zax o'rtasi bilan ota-onasi to'xta, ey Robbim, men shu dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan odamlar shu edi. Otam bilan onam shu edi. Men shularni xonadonida dunyoga keldim. Meni yedirdilar, ichirdilar, tarbiyaladilar, voyaga yetkazdilar. Endi otamni, onamni xizmatini qiladigan paytimda meni boshqa bir xonadonga kelin qilib uzatib yubordilar. Otam bilan, onam bilan boshqa uyda yashadim. Oyda yilda bir ko'rardim, xizmatlarni qila olmas edim. Sen meni shu nikoh sababidan dunyoda otam bilan, onam bilan ajratuvding. Endi bu dunyoda meni otam bilan, onam do'zax bilan ajratasanmi?